Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Men bugun sizga hayotingizni, ayniqsa 65 yoshdan oshganlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim, hatto sho'xoq ma'lumotlarni taqdim etishga tayyorman. Bu ma'lumotlar barchaga, oilangizdagi har bir keksa avlod vakiliga taalluqli. Agar siz yoki yaqinlaringiz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men sizga mintaqalar bo'yicha belgilangan qo'shimcha to'lovlar, ya'ni doplatalar haqida shok ro'yxatini oshkor qilaman. Shuningdek, bu to'lovlarni olishning barcha nozik jihatlarini tushuntirib beraman. Ko'pchilik bu imkoniyat haqida hatto tasavvur ham qilmaydi. Shuning uchun hozirroq kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu qimmatli ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosing. Biz boshladik. Muammoning mohiyati. Vaziyat avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Avvallari mamlakatimizda nafaqa tizimi ancha markazlashgan edi. Ya'ni keksa yoshdagi fuqarolar, jumladan 65 yoshdan oshganlar uchun nafaqalar va ijtimoiy to'lovlar asosan markaziy byudjet hisobidan belgilangan standart qoidalar asosida amalga oshirilardi. Regionlar o'rtasida katta farqlar deyarli yo'q edi. Har bir fuqaro yashash joyidan qat'i nazar bir xil asosiy nafaqa qoidalariga bo'ysunardi. Eng muhimi, qo'shimcha mintaqaviy to'lovlar tushunchasi keng tarqalmagan edi yoki juda cheklangan doiradagi maxsus shaxslarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga yoki juda og'ir sharoitda yashovchi yolg'iz keksalar uchun amal qilardi. Odatdagi pension o'zining asosiy nafaqasini olardi va qo'shimcha yordam olish imkoniyatlari juda cheklangan edi. Bu tizimning asosiy afzalligi bir xillik va tushunarlilik bo'lsa-da, u regionlarning o'ziga xos ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini va aholining turli ehtiyojlarini hisobga olmas edi. Masalan, Toshkent shahridagi yashash narxi bilan uzoq qishloq hududidagi narxlar o'rtasida katta farq bo'lsa-da, nafaqa miqdorida bunday farq aks etmas edi. Ammo bugungi kunda vaziyat ancha o'zgardi. Mamlakatimizda ijtimoiy siyosatni yanada markazsizlashtirishga, moliy hokimiyat organlarining rolini oshirishga va har bir hududning o'ziga xos ehtiyojlaridan kelib chiqib, aholini manzilli qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada har bir mintaqa, viloyat va ba'zan hatto shahar yoki tuman o'zining ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda keksa yoshdagi fuqarolar, xususan 65 yoshdan oshganlar uchun qo'shimcha ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini joriy etish vakolatiga ega bo'ldi. Bu qo'shimcha to'lovlar doplata deb ataladi va ular markaziy nafaqalarga qo'shimcha ravishda beriladi. Bu o'zgarishlarning sabablari bir nechta. Birinchidan, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish. Ikkinchidan, regionlarning byudjet imkoniyatlaridan samarali foydalanishga yo'l ochish. Uchinchidan, demografik o'zgarishlar va keksa aholining o'sib borayotgan ehtiyojlarini hisobga olish. Shuningdek, bu o'zgarishlar mintaqaviy rivojlanishning notekisligini yumshatishga va yashash sharoitlari og'irroq bo'lgan hududlardagi keksalar uchun qo'shimcha yordam ko'rsatishga qaratilgan. Bu degani, bir viloyatda 65 yoshdan oshganlarga beriladigan qo'shimcha to'lov miqdori yoki shartlari boshqa viloyatdagidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bizning bugungi video mavzuyimizning asosiy negizini tashkil etadi. Sizning mintaqangizda qanday imkoniyatlar mavjudligini aniqlash. Birinchi asosiy qism. Nimalarni bilishingiz kerak, kim tashvishlanishi kerak va kimga kerak emas. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovlar kimga mo'ljallangan va ularni olish uchun qanday shartlarga javob berish kerak? Bu tizim juda murakkab tuyulishi mumkin, lekin men uni siz uchun soddalashtiraman. Avvalo, 65 yoshdan oshgan har bir fuqaro bu ma'lumotga e'tibor berishi kerak. Kim tashvishlanishi kerak? Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz va kam ta'minlangan oilada yashasangiz, mintaqaviy doplatlarning aksariyati aynan kam ta'minlangan oilalar yoki yolg'iz yashovchi keksalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Sizning oylik daromadingiz ma'lum bir minimal miqdordan past bo'lsa, siz ushbu to'lovga da'vogar bo'lishingiz mumkin. 2. Yolg'iz yashasangiz yoki nogironlik guruhingiz bo'lsa, ko'pgina regionlarda yolg'iz yashovchi keksalar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga alohida e'tibor beriladi. Chunki ularning ehtiyojlari ko'proq bo'ladi. Uzoq yoki chekka hududda yashasangiz, ba'zi regionlar, ayniqsa chekka qishloq joylarda yashovchi keksalar uchun alohida dasturlar joriy etgan bo'lishi mumkin. Bu joylarda infratuzilma va tibbiy xizmatlardan foydalanish qiyinroq bo'lganligi sababli qo'shimcha yordam ko'rsatiladi.
kommunal to'lovlarni to'lashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, ba'zi mintaqaviy dasturlar kommunal xizmatlar, masalan, issiqlik, elektr energiyasi yoki gaz to'lovlari uchun subsidiyalar shaklida bo'lishi mumkin. Kim tashvishlanmasligi kerak? Aslida bu savolning javobi hech kim bo'lishi kerak. Chunki har qanday 65 yoshdan oshgan fuqaro o'z mintaqasida qanday imkoniyatlar borligini tekshirishi kerak. Ammo agar sizda yetarli daromad manbai bo'lsa, yuqori nafaqa olsangiz, boylik deklaratsiyangizda katta mulk, masalan, bir nechta kvartira yoki qimmatbaho mashina ko'rsatilgan bo'lsa, yoki sizga qarovchi yaqin qarindoshlaringiz bo'lsa, qo'shimcha to'lov olish ehtimoli kamroq bo'lishi mumkin. Ko'pgina doplatlar aynan muhtojlik prinsipi asosida beriladi. Lekin shunda ham tekshirib ko'rish zarar qilmaydi. Chunki ba'zi dasturlar umumiy maqomga ega bo'lishi mumkin. Keling, endi bir nechta aniq real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol 1. Toshkent shahrida yashovchi yolg'iz pensioner ayol. Farzandlari chet elda ishlaydigan 72 yoshli Mavluda opa Toshkentning markazida bir o'zi istiqomat qiladi. Uning nafaqasi 1.200.000 so'm atrofida. Biroq poytaxtda kommunal to'lovlar, dori-darmonlar va oziq-ovqat narxlari ancha yuqori. Mavluda opa yolg'iz yashagani uchun Toshkent shahri hokimligi tomonidan qabul qilingan yangi qarorga binoan unga har oy 250.000 so'm miqdorida yolg'iz keksalar uchun maxsus mintaqaviy qo'shimcha to'lovi belgilandi. Bu to'lov uning asosiy nafaqasiga qo'shimcha qilib beriladi va kommunal xarajatlarning bir qismini qoplashga yordam beradi. Ya'ni Mavluda opaning umumiy oylik daromadi 1.070.000 so'mga yetdi. Bu to'lov Toshkent shahrining yuqori yashash darajasi va yolg'iz keksalar sonining ko'pligi hisobga olinib, mahalliy byudjetdan ajratiladi. To'lovni olish uchun u mahalladagi ijtimoiy xodimga murojaat qildi va uning ijtimoiy ahvoli o'rganib chiqildi. Misol 2. Qashqadaryo viloyatidagi qishloq aholisi ko'p bolali oilada yashovchi keksa otaxon. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida chekka qishloq hududida yashovchi 68 yoshli Anvar bobo ko'p bolali oila a'zosi bo'lishiga qaramay, uning nafaqasi oilaning umumiy daromadiga katta hissa qo'shmaydi. Uning oilasi kam ta'minlangan hisoblanadi. Anvar bobo viloyat hokimligining qishloq joylardagi keksalarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida har chorakda 400.000 yen so'm miqdorida bir martalik moddiy yordamga da'vogar bo'ldi. Bu pul unga asosan kiyim-kechak, shaxsiy gigiyena vositalari va ba'zan dori-darmonlar sotib olish uchun yordam beradi. Shuningdek, oilaning kam ta'minlanganligi inobatga olinib, Anvar boboning oilasiga qish mavsumi uchun qattiq yoqilg'i sotib olish uchun ertalab 200.000 so'm subsidiyada berildi. Bu qo'shimcha to'lovlar Anvar boboning nafaqasiga qo'shimcha hisoblanadi va oilaning umumiy ahvolini yaxshilashga xizmat qiladi. Misol 3. Samarqand viloyatida yashovchi nogironligi bo'lgan keksa fuqaro. Samarqand shahridan 75 yoshli Zaynab aya uzoq yillik kasallik tufayli ikki guruh nogironi hisoblanadi. Uning nafaqasi bor, lekin dori-darmonlarga va reabilitatsiya xarajatlariga ko'p pul ketadi. Samarqand viloyati hokimligi tomonidan joriy qilingan nogironligi bo'lgan keksa fuqarolarning sog'lig'ini tiklash dasturi doirasida Zaynab ayaga har oy 2.000 so'm miqdorida tibbiy xarajatlarni qoplash uchun qo'shimcha to'lov belgilandi. Bu to'lov faqat dorixonalarda va tibbiyot muassasalarida foydalanish uchun mo'ljallangan maxsus karta orqali amalga oshiriladi. Bu esa mablag'larning aynan maqsadli ishlatilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, yiliga bir marta Zaynab ayaga sanatoriy kurortga borish uchun qisman subsidiya ham ajratilishi mumkin. Bu kabi dasturlar nogironligi bo'lgan keksa fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bir regionda o'ziga xos shartlar va imkoniyatlar mavjud. Shu sababli o'z mintaqangizdagi dasturlarni o'rganish juda muhimdir. Ikkinchi asosiy qism: qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va ko'zga tashlanmaydigan nozikliklar. Aziz do'stlar, har qanday tizimda bo'lgani kabi, mintaqaviy doplatlar tizimida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar va ko'zga tashlanmaydigan nozikliklar mavjud. Ularni bilish sizga yo'qotishlarning oldini olishga va imkoniyatlarni maksimal darajada ishga solishga yordam beradi. Birik, daromad chegaralari, income thresholds. Yuqorida aytib o'tganimdek, ko'pgina mintaqaviy qo'shimcha to'lovlar faqatgina kam ta'minlangan fuqarolarga mo'ljallangan. Demak, agar sizning oylik daromadingiz nafaqa va boshqa manbalardan belgilangan minimal daromad chegarasidan oshsa, siz avtomatik ravishda
ushbu to'lovga loyiq bo'lmasligingiz mumkin. Har bir viloyatda bu chegara turlicha bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda minimal iste'mol soati narxiga bog'langan bo'lsa, boshqa joylarda belgilangan yashash minimumiga asoslanishi mumkin. Bu daromad chegarasini doimiy ravishda tekshirib turish muhim, chunki u har yili, ba'zan esa choraklik ravishda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikki mulkka egalik. Ba'zi mintaqaviy dasturlarda nafaqat daromad, balki sizning mulkiy holatingiz ham inobatga olinadi. Masalan, agar sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk, kvartira, uy, do'kon va hokazo yoki qimmatbaho avtomobil bo'lsa, siz muhtoj deb topilmasligingiz mumkin. Hatto oylik daromadingiz past bo'lsa ham. Ushbu qoida ijtimoiy yordamni chinakam muhtoj bo'lganlarga yo'naltirish maqsadida kiritilgan. Bu holatda sizning mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim tomonidan mulkiy holatingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. 3. Mintaqaviy byudjet cheklovlari, qo'shimcha to'lovlar asosan mahalliy byudjet hisobidan moliyalashtiriladi. Bu esa to'lovlarning miqdori va davomiyligi bevosita regionning iqtisodiy holati va byudjet imkoniyatlariga bog'liq bo'lishini anglatadi. Iqtisodiy qiyinchiliklar yuzaga kelgan davrlarda to'lovlar miqdori kamayishi, to'lov muddatlar kechikishi yoki hatto dasturlar vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Shuning uchun bu qo'shimcha to'lovlarga asosiy daromad manbai sifatida qaramaslik va doimiy ravishda mintaqaviy hokimiyat organlarining rasmiy e'lonlarini kuzatib borish tavsiya etiladi. 4. Arizani qayta topshirish talablari va muddati. Ko'pgina mintaqaviy qo'shimcha to'lovlar bir martalik yoki ma'lum bir muddatga, masalan 1 yilga beriladi. Bu muddat tugagach, sizning ijtimoiy va mulkiy ahvolingizni qayta baholash uchun arizani qayta topshirishingiz talab qilinishi mumkin. Ba'zan bu haqda sizga ogohlantirish kelmasligi mumkin. Shuning uchun muddatlarni eslab qolish va o'z vaqtida qayta murojaat qilish sizning zimmangizda. Arizani topshirish uchun ham belgilangan muddatlar bo'ladi. Ularga rioya qilish juda muhimdir. 5. Bilmaganlik eng katta qaltislik. Afsuski, ko'plab keksa fuqarolar, hatto ularning yaqinlari ham bunday mintaqaviy qo'shimcha to'lovlar mavjudligidan bexabar bo'lishadi. Bu esa ularning haqli ravishda olishlari mumkin bo'lgan yordamdan mahrum bo'lishiga olib keladi. Bilimsizlik tufayli yuzaga keladigan bu yo'qotish eng katta muammolardan biridir. Shu sababli bu videoni iloji boricha ko'proq odamlarga ulashishingizni so'rayman. 6. Yashirin shartlar va nozik talablar. Ba'zi mintaqaviy dasturlarda ko'zga ko'rinmas, ammo muhim shartlar bo'lishi mumkin. Misol uchun, agar siz bola qaramog'ida bo'lmasangiz, bu degani. Agar sizning voyaga yetgan farzandlaringiz mavjud bo'lsa va ular sizga qarab tursa, siz yolg'iz keksa maqomiga ega bo'lmasligingiz mumkin. Bu holatda bolalaringizning daromadlari ham hisobga olinishi mumkin. Agar siz kommunal to'lovlarni o'z vaqtida to'lasangiz, ba'zi kommunal subsidiyalar faqat to'lov intizomiga ega bo'lgan fuqarolarga berilishi mumkin. Qarzdorlik mavjud bo'lsa, to'lov rad etilishi mumkin. Yashash joyi bo'yicha propiska. Ba'zi to'lovlar faqatgina muayyan viloyat, shahar yoki tumanda doimiy propiskaga ega bo'lganlarga beriladi. Vaqtincha yashash joyi bo'yicha to'lov olish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. 7. Maxsus mintaqaviy dasturlar. Har bir viloyat o'ziga xos rivojlanish ustuvorliklariga ega. Shu sababli ba'zi regionlarda tor doiradagi maxsus dasturlar mavjud bo'lishi mumkin. Masalan, Navoiy viloyatida kon sanoati faxriylari uchun maxsus qo'llab-quvvatlash. Bu yerda ko'p odamlar uzoq yillar davomida konlarda og'ir sharoitda ishlaganliklari sababli ularga qo'shimcha ijtimoiy kafolatlar taqdim etilishi mumkin. Andijon viloyatida qishloq xo'jaligi faxriylari uchun maxsus to'lovlar. Andijon qishloq xo'jaligi rivojlangan hudud bo'lgani uchun uzoq yillar qishloq xo'jaligida mehnat qilgan keksalar uchun maxsus rag'batlantirish dasturlari joriy etilishi mumkin. Buxoro viloyatida hunarmandchilik faxriylari uchun yordam. Buxoro hunarmandchilik markazi bo'lgani sababli ushbu sohada faoliyat yuritgan keksalar uchun alohida e'tibor qaratilishi mumkin. Bu kabi nozikliklar va istisnolarni bilish sizga yordam olish jarayonida xatolarga yo'l qo'ymaslikka va o'z huquqlaringizni samarali himoya qilishga imkon beradi. Har doim to'liq ma'lumot olish uchun rasmiy manbalarga murojaat qilish lozim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, aziz do'stlar, endi eng muhim qismga keldik. Amaliy harakatlar rejasi. Siz nima qilishingiz kerak, qayerga murojaat etishingiz lozim? Qanday hujjatlar yig'ishingiz va nimani yozishingiz kerak? Bularning barchasini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Bir qadam murojaat qilishdan avval o'zingizni tekshiring.
murojaat qilishdan oldin yuqorida aytib o'tgan shartlarga, ya'ni yosh, yashash joyi, oilaviy holat, daromad darajasi va mulk mavjudligiga mos kelishingizni aniqlab oling. O'zingizning viloyat, shahar yoki tuman hokimligining rasmiy veb-saytini tekshiring. Ba'zida barcha yangi ijtimoiy dasturlar haqidagi ma'lumotlar u yerda joylashtiriladi. Mahalla fuqarolar yig'inidagi ijtimoiy xodim yoki mahalla raisi bilan suhbatlashing. Ular odatda mahalliy imkoniyatlar haqida eng to'liq ma'lumotga ega bo'lishadi. Ikki qadam kerak hujjatlar ro'yxatini to'plang. Bu ro'yxat mintaqaviy dasturga qarab biroz farq qilishi mumkin, lekin quyidagilar asosiy hujjatlar hisoblanadi. Pasport asli va nusxasi shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. Nafaqa guvohnomasi asli va nusxasi nafaqada ekanligingizni tasdiqlaydi. Bank hisobvaraq ma'lumotlari, bank kartasi raqami yoki hisobvaraq rekvizitlari. To'lovlar odatda bank kartasiga o'tkaziladi. Daromadlar haqida ma'lumotnoma, agar sizda nafaqadan tashqari boshqa daromad manbalari bo'lsa, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki ish joyingizdan olinadi. Agar siz ishlamasangiz, bu ma'lumotnoma talab qilinmaydi. Oilaviy tarkib haqida ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan kimlar bilan birga yashashingizni tasdiqlaydi. Yolg'iz yashovchilar uchun alohida ahamiyatga ega. Nogironlik guruhi haqida ma'lumotnoma, agar mavjud bo'lsa, agar siz nogiron bo'lsangiz, bu hujjat qo'shimcha yordam olishingiz uchun muhimdir. Mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kadastr hujjatlari. Avtomobil guvohnomasi nusxasi. Ba'zi hollarda ijtimoiy xodimlar tomonidan sizning mulkiy holatingizni baholash uchun so'ralishi mumkin. Uch qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizning mintaqangizdagi dasturlarga qarab. Bir nechta murojaat qilish joylari mavjud bo'lishi mumkin. Mahalla fuqarolar yig'ini MMF. Bu eng birinchi va eng qulay manzildir. Mahallangizdagi ijtimoiy xodim yoki mahalla raisi sizga qanday hujjatlar kerakligini tushuntirib beradi, arizani to'ldirishga yordam beradi va uni tegishli organga yuborishda ko'maklashadi. Ular sizning ijtimoiy ahvolingizni bevosita bilishadi va maslahat berishlari mumkin magaga. Pensiya jamg'armasi mahalliy bo'limi. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar pensiya jamg'armasi orqali amalga oshirilishi mumkin. U yerda nafaqa ishlari bo'yicha mutaxassislar sizga yordam beradi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov.uz. Agar siz internetdan foydalana olsangiz yoki sizga yordam beradigan yoshlar bo'lsa, bu portal orqali ham elektron ariza topshirish mumkin. Ko'pgina davlat xizmatlari shu portal orqali ko'rsatiladi va u yerda mintaqaviy dasturlar haqida ham ma'lumot berilishi mumkin. Viloyat shahar hokimligi ijtimoiy himoya bo'limi. Agar boshqa kanallar orqali ma'lumot ola olmasangiz, bevosita hokimlikning ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. 4 qadam. Ariza yozish tartibi. Arizani mahalla yoki pensiya jamg'armasi xodimlari sizga to'ldirishga yordam berishadi. Ammo umumiy qoidalar quyidagicha: ariza blankasi sizga maxsus blanka beriladi. Uni diqqat bilan to'ldirishingiz kerak. Ma'lumotlarning aniqligi, shaxsiy ma'lumotlar esa pasport ma'lumotlari, yashash manzilini to'g'ri ko'rsating. Murojaat sababi, nima uchun qo'shimcha to'lov so'rayotganingizni qisqacha bayon qiling. 15 yoshdan oshgan yolg'iz pensioner sifatida viloyat hokimligining yolg'iz keksalarni qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida moddiy yordam so'rayman. Yoki kam ta'minlangan oilada yashovchi nogiron pensioner sifatida kommunal xarajatlarni qoplash uchun subsidiya so'rayman. Sana va imzo. Arizaning oxiriga sana qo'yib, imzo chekishni unutmang. 5 qadam murojaat natijasini kutish va monitoring qilish. Ariza topshirilgandan so'ng sizga arizangizning qabul qilinganligi haqida xabar berilishi yoki unga ro'yxatga olish raqami berilishi mumkin. Bu raqamni saqlab qo'ying. Murojaatni ko'rib chiqish muddati odatda arizalar 15-30 kun ichida ko'rib chiqiladi. Lekin bu muddat ba'zi holatlarda uzaytirilishi mumkin. Javobni kutish. Sizga yozma javob kelishi kerak. Agar ijobiy javob kelsa, to'lovlar qachondan boshlanishi va qanday tartibda amalga oshirilishi haqida ma'lumot beriladi. Agar rad javobi kelsa, rad etish sabablari tushuntiriladi. Monitoring. Agar uzoq vaqt javob bo'lmasa, yuqorida aytib o'tilgan tashkilotlarga murojaat qilib, arizangizning holatini so'rashingiz mumkin. Agar siz rad javobidan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga, masalan, viloyat hokimligiga, Adliya vazirligiga shikoyat qilish huquqiga egasiz. Bu amaliy maslahatlar sizga o'z huquqlaringizdan foydalanish va haqli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni olishda yordam beradi deb umid qilaman. Har bir qadamda diqqatli bo'ling va barcha ma'lumotlarni aniqlashtirishdan tortinmang.
Xulosa va yakuniy chorlov mana. Aziz do'stlar, bugungi videoda siz 60 yoshdan oshganlar uchun mintaqaviy miqyosda belgilangan doplatalar haqidagi shok ro'yxatini va bu to'lovlarni olishning barcha nozik jihatlarini bilib oldingiz. Biz avvalgi tizimdan hozirgi o'zgarishlargacha bo'lgan yo'lni, kimlar bu to'lovlarga haqli ekanligini real hayotiy misollar orqali tushuntirib berdik. Shuningdek, qoidalardagi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan nozikliklar va albatta bu qo'shimcha yordamni olish uchun amaliy qadamlarni batafsil ko'rib chiqdik. Bu ma'lumotlar nafaqat sizning, balki yaqinlaringizning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Unutmang, bilimlilik kuch demakdir. Bu ma'lumotdan foydalangan holda siz haqli bo'lgan qo'shimcha mablag'larni olishingiz mumkin. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Sizning fikrlaringiz va tajribangiz boshqa tomoshabinlar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Qaysi mintaqadan ekanligingizni va sizda qanday doplatlar mavjudligini bilish qiziq bo'lardi. Ushbu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu menga yangi va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda motivatsiya beradi. Keyingi videolarimizda uchrashguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.